Men bugün Uyghur Ma'rif uyuşmasıga vakaleten Xitay Komünist Müstemlikçi alvastılarının ceza lagerleri hakkındaki igvalarına karşı bayanat e'lon qilaman. Aldı bilen dünyanın her qaysi joylariga mustamlik sabablik tarlib ketgan barliq Sharq Turkistonliklarga Allohning go'zal salomini yo'llayman. Assalomu alaykum. Suyimli ko'rganlar. Xitay Komünist Müstemlikçi alvastıları Sharq Turkistonni 1949-yili besib elib, u yerda qonunsiz turmalarni qarang'u turmalarni ta'sis qilib, xalqimizningki bilim odamlarini yo'qotib keldi. 2016-yili Chingchangu Tibetdan Sharq Turkistonga hokim bo'lib, yenib kelgandan keyin Tibetda yurgizgan qattiq qo'lliq siyosatini Sharq Turkistonda 10 hassa oshirib, Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlari degan bir turma dimma qattiq Nazi kamplarını külemleştirip təsis qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ve tarafsız axbarat vasıtalarının satelit arqılıq ve adam evetip küzüş arqılıq küzüş neticesi de Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerinin sığınçallığı 3 milyon her qaysi nahiye şehirlerge joylashgan ceza lagerlerinin külümü 3 milyondan artıq Şarkı Türkistanlıqlarını sığdırıdığan şunda qattiq kontrol astidagi bir vahimilik joy ekanligi dunyoga oshkorlandi. Ushbu jazo lagerlaridan aman esen 2018-yili Qozog'istonga qutulib chiqqan Sayragul xonim Qozog'iston fuqarosi Qozog'istonga chiqqandan keyin Xitoy Komünist Müstemlikçi alvastilari o'zining qabih abdibasharining içilip ketişinin aldını eliş için Qozog'iston hokimiyatiga, Qozog'iston doiralariga besim qilish orqali Sayragul xonimni u yerda jim qilishga, sukutda turishga majburladi va uning advokatlarini qaslashdek rezil qilmishlarni qildi. Bunga qarab turmagan Yevropa Birligi, Shvetsiya hukumati va Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoati tashkilotlar Sayragul xonimni rasmiy muhojir sifatida Shvetsiyaga qaytarib akilib olish talablarini o'rtib qo'ydi. Allah'a şükür 2018-yili Qozog'istonga aman esen chiqqan Sayragul xonim 2019'da yani bundan 2-3 ay ilgari Shvetsiyaga aman esen kelib oldi. Sayragul xonim Shvetsiyaga kelgandan keyin jazo lagerlarida ko'rgan bilganlarini xalq olamga jakalash, Xitoy Komünist Müstemlikçi alvastilarining qabih abdibashini dunyoga pash qilish jihatlarda mislisiz qahramonlik ko'rsatdi. Shvetsiyada yashayotgan Xitoy Komünist Müstemlikçi alvastilariga tikilib qaramaydigan Sharq Turkistonliklarga Xitoyni xalqaroga pash qil, Xitoyning qabih abdibashirini xalqaroga namoyon qil, guvohlik ber degan mazmunlarda leksiya o'rlashtirdi. Bu o'tgan oyning 31 kuni, ya'ni 31 avgust kuni biz Uyg'ur Ma'rif uyushmasi, Shvetsiyadagi inson haqlari tashkilotlari, Shvetsiya parlament a'zosi, Uyg'urlarning yetuk olimi Erkin Sidiq va jazo lagerlarining tunji shohidi Sayragul xonimni tashkillash orqali bir ilmiy konferans ochdik. Bu konferansda Shvetsiyaning rasmiy davlatlik kanali SVT Sayragul xonimning jazo lagerlarida uchirgan inson haqlari dafsanchilik jarayonini Shvetsiya davlatlik televizorida e'lon qildi. Buningga chidab turamagan Xitoy Komünist Müstemlikçi alvastilarining Shvetsiya turishliq bosh elchisi Shvetsiya davlatlik televiziya kanali SVT'ga qarshi o'zining to'r betida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy Komünist Müstemlikçi alvastilari Sayragul xonimni jazo lagerlarida ishlatmaganligi, uni jazo lageriga solmaganligi, Sayragul xonim davatgan jazo lagerlari amaliyotda tarbiyalash markazi, kishilarni ekstremizmdan to'sash markazlari ekanligini davron silib, ko'p kunduzda quyoshni etak bilan yepishga tirishgan ahmoqqa o'xshash dünya bilip ketken 3 milyonga yakın adamını sığdırıdığan bir jazo lagerini içip adamlarının ceniği zamin boğan bu Xitay bu jazo lagerini terbiyeleş merkezi dep yepişqa özünün qabih abdibashirini dünyadan yushurishga tirishdi. Cinayetni qilish bir eyib bo'lsa, cinayetning faktlarini yushurishga urinish, cinayetning shahidlarini qaslash
ikkinchi bir jinoyat, u bir yuziqililik. Mundaq aytganda Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilari va uning shaykisi hisoblanadigan Xitoyning Shilsiya turishliq bosh elchisi jazo lagerlaridagi 3 million xalqning uchrayotgan zulmlarini, ularga silayotgan zulm, zo'ravonlik, inson haqlari dafsanchilikni yushirishga, yuziqililik qilishga tirishdi. Biz bu munosabat bilan Uyg'ur ma'rif uyushmasining inglizcha to'rbetida Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining jiniga tekkudak paktlari bilan bayonot e'lon qildik. Bugun biz bu video orqali Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilariga hozir qadar shaykilik qilayotgan Nur Bakrining, Bakir Tunganning ve şunun o'xshash Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilariga g'alchilab, eng oxirida Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining zindonlariga dumilab tushib ketgan barliq taleysiz Uyg'urlarningki oqibatidan ibrat elishni, Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining jazo lagerlaridagi inson haqlari dafsanchilikni yushirishga urinishdan iborat bu siyosiy yuziqililik harakatiga ovoz qo'shmasligini, Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilariga qarshi namoyishlarda, Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining qabih abtibashini ochadigan mushundaq ilmiy yig'inlarda urug' tuqqanlari haqida dalillik, dodilana, pokitlik, guvohlikni berish orqali Xitoy kommunist mustamlikchi alvostililarini ushbu tuyuq yo'ldan qaytishga, bu jinoyatni to'xtatishga, jazo lagerini taqashga qistishini umid qilish maqsadida bu videoni ishladik. Suyimli ko'ruvchilar, suyimli Sharq Turkiston xalqi. Biz oilamizni qutqizamiz. Biz jim tursak oilamizga zulm qilmaydi deydigan ahmoqonilikdan qutulayli. Biz davlatimizni qutuldirmay turib, 3 million xalqimizni jazo lagerlaridan qutuldirmay turib, Sharq Turkistonni nefes ağudek bir joyga aylandırmay turib, ne bizning urug' tuqqanlarimiz, ne uning urug' tuqqanlari, hammamizning urug' tuqqanlari bu mustamlikninki asaratidan, zulm, zo'ravonligidan asla qutulanmaydi. Shuning uchun mo'rini mo'riga terib, qayg'uni kuchga aylantirib, asla davayimizdan vazı keçmey, Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining qabih abtibashini dunyoga fosh qilayli. Xitoy kommunist mustamlikchi alvostilarining qilayotgan jinoyatlaridan xabarsiz birma odam qolmasin degan kompaniyaga ovoz qatayli. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.